Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun biz mana shu Boston mahallasida tadbirkorlar uchrashuvi o'tkazamiz. Men Agrobank Yangiqo'rg'on filiali boshqaruv o'rinbosariman. Shu bankda bitmayotgan masalalarni bo'lsa, kredit olish masalasi, boshqa bankka doir nima masala bo'lsa, masalani aytsangiz, iloji boricha masalani ijobiy yechishga harakat qilamiz. Navbatma-navbat yo'lchiliklarga gapiraveriz. Washington diyor bir kısmı. Kim dediniz? Washington diyor bir. Şu farzandimin o'zim ishlayman. Farzandimning nomiga shu oilani rivojlantirish uchun kredit olmoqchi edim. Shunga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Yaxshi, qancha miqdorda kredit berasiz? Xudo xolasa shu 40-50 million atrofida chiqarib berishingizni so'rayman. Shunda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Sizga hozir kredit shartlarini tushuntirib o'taman. 50 million so'mgacha kreditimiz bizda mahalla loyihasi kredit deb nomlanadi. Boston mahallasi ham bizga qaraydigan mahalla kiradi. 50 million so'mgacha kafillik asosida 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bor. 25% miqdorda, kreditda 25% dan ajratamiz. 2 yil imtiyoz davrida faqat foizini to'laysiz. 2 yildagi asosiy tanasi bilan birga foizini to'laysiz. Sizlardan talab etiladigan hujjat, o'g'lingizning pasportini bersangiz, kredit tarixini ko'ramiz. Siz kafil bo'ladigan kredit tarihingizni ko'ramiz. 50 million so'm kredit ajratib, plastik kartangizni tushirib beramiz. Hozir onlayn qo'ygan. Onlayndan shu kreditni olib chaqirsangiz, kredit tarihi yaxshi bo'lsa, birdaniga kredit olib ketish mumkin. Muammosi yo'q. O'zingiz bank qilib pasportni bersangiz bo'ldi. Sizlarning pasportingizni beramiz, o'tkazib beramiz. Hop, aytmayapman. Ota sizda ham nima masala bor? Men o'zim ishlayman. O'g'lim hozirda ishlamagani sababli farzandim nomiga kredit olmoqchiman. Chorvachilik rivojlantirish kerak sizga. 50 million atrofida kredit berishingizni so'radim. Sizga ham hozir agar o'g'lingiz siz ishlaysiz, men o'zim ishlayman. Ishlaydigan bo'lsangiz, o zaman akamizga aytganda sizga ham o'sha kafillik asosida o'g'lingizni olib pasportini berasiz. Kredit tarixini tekshiramiz, siz kredit tarihingizni tekshiramiz. O'sha 5 yil muddatga 25% miqdorda 50 million so'mdan kredit beramiz. O'sha pasportlari o'zlarini band qiladilar. Kafil bo'lsangiz, bu sizga ham kredit ajratib beramiz. Muammo yo'q.